Ukam nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q. Ishlarim o'xshamayapti yoki menga yer nomini o'tkazib bersangiz, sizda tanish ko'p-ku. Bo'ldi, bir deganda hal qilamiz. Tepada akaxonlarim bor, faqat shu yo'talib olish kerak-da, qattiqroq. Bo'ldi, yo'talaveramiz. Mana. Malades, tushunadigan bo'lasan-da. Bo'ldi, yer nomimda deb o'ylar. Xo'p. Bo'ldi, aka, hal qilib bersangiz bo'ldi. Surxondaryoda xuddi shu kabi noqonuniy ko'rinishda davlat hisobidagi yerni boshqa bir fuqaroning nomiga o'tkazib berish evaziga 1,5 milliard so'm talab qilgan shaxs ushlandi. Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan shaxs aldov yo'li bilan chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroning ishonchiga kirib, tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 3,5 gektar yer maydonini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali uning nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 1 milliard 500 million so'm talab qiladi. Yana bir boshqa holatda esa Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida fuqaro 50 ming AQSh dollariga noqonuniy ravishda yer sotayotgan vaqtida u ham ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hozirda har ikki holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.